Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda to'lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi tashkil etiladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Prezidentning 6-maydagi farmoni bilan Adliya vazirligi huzurida to'lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi hamda uning hududiy bo'limlari tashkil etilishi belgilandi. To'lovga qobiliyatsizlik sud tomonidan e'tirof etilgan qarzdorning pul majburiyatlari bo'yicha kreditor talablarini to'la hajmda qanoatlantirishga va yoki soliqlar hamda bo'g'imlar bo'yicha o'z majburiyatlarini to'la hajmda bajarishga qodir emaslik. To'lovga qobiliyatsizlik institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga ko'ra, agentlik to'lovga qobiliyatsizlik sohasida yagona davlat siyosatini yuritishga mas'ul bo'lgan maxsus vakolatli davlat organi etib belgilandi. Agentlikning to'lovga qobiliyatsizlik sohasidagi asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi. To'lovga qobiliyatsizlik sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, shu jumladan ushbu sohani nazorat qilish va tartibga solish, to'lovga qobiliyatsizlik sohasida davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish, to'lovga qobiliyatsizlik jarayonlarini to'liq raqamlashtirish, ortiqcha byurokratik tartib tamoyillarini soddalashtirish. Ushbu agentlikni tashkil etish taklifi aprel oyida Shavkat Mirziyoyev to'lovga qobiliyatsizlik institutini takomillashtirish va moliyaviy ahvoli og'ir tadbirkorlik subyektlarini sog'lomlashtirish bo'yicha yangi yondashuv yuzasidan taqdimot bilan tanishganida taklif etilgandi. Mutaxassislarga to'lovga qobiliyatsizlik institutini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish, sohada zamonaviy boshqaruv, samarali sanatsiya mexanizmlari va raqamli yechimlarni joriy etish yuzasidan aniq topshiriqlar belgilandi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.